Salom hammaga, hammalaringiz yaxshisizlar degan umiddaman. Keladigan yangi yil bayramlaringiz bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu yangi yillarga yetmaganimizga 365 kunni o'tkazib borib, yana yangisini qarshi olishga sog'lom, chiroyli orzularga erishgan holda turganimizdan bag'oyatda xursandman. Bugun sizlarga men har bir narsani negizi, har bir vaziyatimizni negizi bilan ishlashni o'rgataman. Marhamat. Tanangizda biron bir xastalik, dard bormi? Bilingki, bu har bir vaziyatimiz, har bir erisha olmagan yutuqlarimiz, har bir alam yoki dard xastaliklarimiz hammasi bu kechira olmaslikdan birinchi o'rinda. Kechira olmaslikdan kimdi? Hozirgi kunda biz o'ylaymizki, o'zimizni aqlimiz bilan o'ylaymizki, ota-onamizdan birinchi o'rinda.